Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Savdolar yaxshi bo'lyaptimi? Xo'p. Weekly Outlook yozishga qaror qildim. Ozgina ko'rib chiqamiz. O'zimni fikrim shu haftaga bo'lgan baysimni ozgina berib ketaman. Xo'p, birinchi o'rinda bizada Nasdaq bilan Yes. Tak. Nasdaq bilan Yes keladigan bo'lsak, Nasdaq korosili men bilan juda ham yaqin. Lekin hozirgi holatida Yes bilan SMT bo'lib turibdi. Ya'ni Yes bu lowi yechmagan, Nasdaq bu lowi yechib qo'ygan. Xullas, hozircha SMT ko'rayotganim. Haftalik o'tib keladigan bo'lsa ham, haftalikda haylarida SMTdan keyin bozor juda agressiv oqib keldi. Lekin eng chiroyli bo'lib turgan hozirgi lowlar mana shu. Ya'ni juda ham target qilib olishga juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Plus bu yoqda biz ko'rsak bo'ladi, tak daily order blockga kelgan, Yes, NQ kelmagan. Xo'p, 4 soatlik o'tadigan bo'lsak, tak internet nimagadir ozgina qotyapti. Xo'p, 4 soatlik holati bo'yicha hozir yarim soatdan keyin 4 soatlik yopiladi. Yopilishiga qarab ish qilish kerak o'zi. Menimcha уже ko'rib turibsizlarki, bu yoqda bullish candle, bearish candle to'liq yopyapti. Ya'ni bu hayimizni tak hozir kichkina time frame ham ko'ramiz. Kichkina time frame'da bu yoqda bizda hay bo'lsa, ya'ni 10:00 da qilingan hay ekan. Bu adashmasam Aziya hayga ham to'g'ri keladi. Lekin bor, hozir agar bu candledan pastda yopilsa yarim soat ichida bizaga dalshi pastga ketishga yana bitta tasdiq bo'ladi. Ham 4 soatlikda, ham 1 soatlikda. Keyingi candle'da endi bugungi holat bo'yicha endi ko'rsatib ketaman. Mana shunaqa holat kutsak bo'ladi New Yorkda. New Yorkda reversal ham qilishi mumkin. Aynan shu nuqtada reversal ham qilish ehtimoli bor. Chunki juda ham katta sellga yurib keldi bozor. Уже adashmasam 2 haftadan beri shunaqa yuryapti. 2 haftadan berimi? 2 hafta yoki 3 haftadan beri faqat shunaqa sellga yuryapti. Juda ham chiroyli nuqta, ya'ni targetga bo'lgan chiroyli nuqta ayni shu lowlar bo'lyapti. Yes'da ham equal lowlar, Nasdaqda ham chiroyli bo'lib turibdi. PDL plus all time low 30-oktyabrda qilingan low ekan. Juda ham chiroyli bo'lib turibdi. O'shaning uchun ham menimcha bugun ham уже sell yurishi ehtimoli katta. Ertaga может быть balki qanaqadir holat bo'yicha reversal ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Wednesday reversal qilib bozor tepaga ketish ehtimoli ham bor. Agar yana qanaqadir o'zgarishlar bo'lsa yoki buys almashsa yoki reversal ko'radigan bo'lsam, o'zim Telegram kanalimda bu narsani aytib o'tib ketaman. Xo'p. Tak, buni ko'rdik. Gold bo'yicha bilmadim, uncha ko'p narsa aytolmayman, chunki goldni uncha trade qilmayman. O'zini xarakteri bor goldda. Xo'p, bitta narsa ko'rayotganim bu men standard deviation -4.5 aynan 3000 narxga to'g'ri kelyapti, ya'ni big numberga to'g'ri kelyapti. Ko'rsak bo'ladiki,
уже 2 kun ichida ancha tepaga o'sdi bozor. Dальше continuation kutsak bo'ladi deb o'ylayman, ya'ni boyagi. Bu yerdagi silver nima bo'ldi, agar nima bu deb so'raydiganlar bo'lsa, bu silver. Adashmasam silver bilan SMT'si bor. Silver bilan SMT'si bor. Low'larda o'shaning uchun ham menimcha tilla birinchi targetga yetib boradi, ya'ni haylani birinchi tilla yechib qo'yish ehtimoli juda ham katta. Xo'p, mana kechagi dushanbani candle'ni oladigan bo'lsak, range'ini 50% o'sha range'ini 50%dan biza T-spot qilib olib ko'rsak bo'ladiki, tak, mana ochilgan, tushgan, undan keyin expansion. Tak, tillada ham o'zi buy kutaman, katta ehtimol bilan. Kecha o'zi streamda bo'lganlar bo'lsa, streamdagilar bilishadi, mana bu yerda entry bergandim. Adashmasam 15 time frame deydi. -4 gacha ushlasanglar ham birga 2 соотношение bo'ladi deb mana shuni stream o'zida bergandim. Bu yoqdan entry, bu yoqdan keldi, chiqib berdi. Kuzatamiz. Hozircha H4da men ko'rayotganim, hali H4 yopilishiga ham yarim soat borda, shunisi ham bor. Azizgina negadir internet qotyapti. Tak. Xo'p, xullas, tillada ham buy kutaman. Shuni ham eslab qolinglar. O'zingizlarga not qolsanglar ham bo'ladi. Xo'p, seal bizada oilda ham men kecha streamda bergan nuqtam bor edi. Ya'ni 67.07. Bu pointni men bozor mana bu yerda formatsiya berib kelayotgandan beri kuzataman. Ya'ni adashmasam-da, mana shu candle'da 1 2 3 4 5 почти уже 5 hafta bo'ldi. 5 haftadan beri mana shu pointga, mana shu nuqtaga kelishini kutyapman. Mana bozorda ko'rsanglar, yaxshi expansion bergan. Bu haftalikda lowga expansion bergan. Daily'ni ochib qaraydigan bo'lsak, daily'da bizada mana bu уже CSD yasalgan. Agar bozor qaytib keladigan bo'lsa ham stopimiz mana bu hayda bo'ladi. Ya'ni bu haydan o'tsa уже failed, ideyamiz failed bo'ladi. Xo'p, men maslahat berardimki, mana shu nuqtadan, mana shu joydan, mana shu areadan sell qarashni. Agar bozor mabodo qaytib keladigan bo'lsa ham, mana shu areadan sell qaragan bo'lardim. Ya'ni mana shu nuqtagacha 67.07 nuqtasigacha. Chunki bu nuqtani anchadan beri kutib kelyapman. O'zi eski bundan oldingi outlooklarni ham ko'rsanglar, mana shu nuqtani ko'p berganman. Ya'ni sell, oilda sell deb kelganman har doim. Sealda shu analizim. Ko'rasizlar, execute qilib kelganman полностью. Kuzatamiz. Hozir mana bu candle yopilishi sal xunuk, chunki range ichida yopilib qolibdi. Bu unchalik ham yaxshi emas. Xo'p, yevro bilan funt. Kecha streamda, Telegramdagi streamda mana shu narsani tushuntirib berayotgandim. Bu holatda ko'rib turgandim, ya'ni Londonda low, mana open, low,
high и close bo'ldi. Ya'ni power of 3 ga ham tushib berdi. Undan tashqari bu yoqda key levellardan IFFG, ikkalasida ham IFFG и plus SMT. SMT dan keyin ko'rsatib bergandim. Mana bu yerda entryga shans bergan, entry qilib keyin ketgan. Xo'p, overall agar ko'radigan bo'lsak, hafta mobaynida nima kutilayotganini ko'radigan bo'lsak, men standard deviation tortib qo'yganman pastda. Standard deviation bo'yicha mana tak уже high'da ham SMT ko'rsanglar bo'ladi. Baribir ham funt birinchi yetib boradi targetlarga. Menimcha MVP ni ham hisobga oladigan bo'lsak, MVP bilan mana shu yerga kelish ehtimoli bor. 4.5 atrofiga kelish ehtimoli bor menimcha. Chunki MVP da nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Ozgina opasniyroq desa ham bo'ladi. No atak bu hafta ham bullish yopiladigan bo'lsa, keyingi haftaga bizga CISD bor, ya'ni entryga shans beradi. Xo'p, kichkinaroq time frame'da bu narsani ko'rib chiqadigan bo'lsak, daily'da kecha bullish yopilgan. Bullish yopilgan и bu ham hozir bullish continuation bo'lyapti. Ya'ni davom etib ketyapti. Bu juda ham yaxshi. Lekin meni o'ylantirayotgan narsa, men bu bo'shliqqa qaytib kelish ehtimoli ham bor. Shuning uchun ham hozir men o'zim entry qilmagan bo'lardim. To'g'ri, hozir zo'r bay ketyapti. Funtda уже bu yoqda CISD yasab qo'ygan. Shu CISD ni o'zidan ham reaksiya olib, dalshi ketish ehtimoli ham bor. Yo'q emas. Bu hisob emas. Bu candle olmaysizlar, chunki bu 4 soatlik candle'lik emas. Bundan keyingi ochilgan candle agar shu joyga kelib bersa, o'sha CISD ga to'g'ri kelgan bo'ladi. Tak, bu lowlarida SMT qilib ketib qolgan ekan. Shuni ham ko'rsak bo'ladi. Kuzatamiz, yevroda ham, funtda ham menda bayda mencha unaqa katta joyi belgilab oldim-ku, lekin yevro uchun bu juda ham tepa, ya'ni bu yo'lga yetib borishi juda ham qiyin bo'lishi mumkin bir haftaning ichida. Mana shuni shu targetda olsanglar bo'ladi. Target qilib olsanglar bo'ladi. Funtda bu high yechilib bo'lgan, funtda men maslahat berardim o'sha mashina olishni. Chunki как раз funt bu yoqgacha ko'tarilsa, yevro bu yoqni oladi. 2.5 atrofidan qaytish ehtimoli bor. Xo'p, menimcha hamma kerakli narsalarni ko'rib chiqdik. Tillada yana bitta narsani aytib o'tib keta olayman. Daily'da mana shuni daily'da chizdim-ku, adashmasam. Daily'da mana shu zonani kutishinglarni. Ya'ni agar mabodo qaytib kelib qolsa, qaytib kelishi ham mumkin. Qaytib kelgan holda mana shu CISD уже yasaldi. Qaytib kelgan taqdirda ham mana CISD dan entry ko'rsanglar bo'ladi menimcha. Bu hech qanaqa signal emas, boshqa emas. Baribir ham hammaning o'zini aqli bor, o'zini riski bor. Bu meni o'zim shaxsiy fikrim. Endi bu shaxsiy fikrim sizlarni analiz qilayotganinglarda yoki entry qilayotganinglarda qanaqadir yordam bersa, men xursand bo'laman. Xo'p, menimcha hamma narsani ko'rib chiqdik. Men o'zim bugun sell kutaman bozorda, ya'ni lowgacha sell kutaman. Yana agar qanaqadir holat bo'yicha o'zgarishlar bo'lib qoladigan bo'lsa, albatta Telegram kanalida aytib o'tib ketaman. Mana shu hafta yana bitta darslik chiqazaman.
Darslik mavzusi ham aniq hozircha aytmay turaman qanaqa mavzuligini, lekin bugun seshanba bo'lsa, tak chorshanba yoki payshanbalarga chiqarsa ham bo'ladi. Chorshanba ertaga bo'lib qolsa, chorshanba yoki payshanba ertaga yoki indinga chiqarsa ham bo'ladi. Weekly outlook bo'yicha renew ham qilsak bo'ladi. Endi u talabga qarab, agar sizlarga renew deganda hafta oxirida shu outlookda aytilgan narsalar qanaqa yurib berdi, undan qanaqa foydalansak bo'lardi, o'sha narsani ko'rib chiqsak bo'ladi. Endi bu o'sha aytayotganimdek talabga qarab, talab bo'lsa shu narsaga qilamiz. Agar sizlarga shu narsa qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qolinglar. Kommentariyada umuman xohlagan o'zinglarni fikringlarni yoki qo'shimcha qanaqadir paralarni yoki qaysidir instrumentlarni analizi qiziq bo'lsa, bemalol aytsanglar bo'ladi. O'zimni spiskamdagi hammasini ko'rib chiqdim. BTC ga to'g'risi uncha qaramayman. Hozir bu narsani analiz qilib berish ham menimcha ozgina xato bo'ladi. Mayli. BTC ga ham qiziqadiganlar ko'p, o'shani ko'rib chiqamiz. Tak, BTC ni ko'rib chiqamiz. Men BTC da trade qilmayman, buni o'zinglar juda ham yaxshi bilasizlar. O'shaning uchun bu yoqda harakat boshqacharoq. O'shaning uchun ham juda ham ehtiyot bo'lib ishlanglar, agar mabodo ishlab qolsanglar ham. Xo'p, menimcha bu targetni yana bir marta yechamiz. Bu targetga yana bir marta kelamiz. U narsaga tasdiq bo'lib hozir bizada mana bu candle 1, candle 2, candle 3 closure bo'lyapti hozir. 4 soatlikni ochadigan bo'lsak, mana bu lowlarga kelish ehtimoli bor. Uzr bo'ldi, cho'ta nimagadir Wi-Fi'imizni sal qo'totdi. Xo'p. Candle. Bu yerda range 50%. Mabodo agar o'zinglar ham bias bo'lib entry qidirmoqchi bo'lib bo'lsanglar, hozir 4 soatlikda mana shu FFG'ni kuzatishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Agar mabodo qanaqadir bias bo'lib qolsa, mana shu FFG'ni kuzatishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Как раз mana bu CSD bor ekan. Mana buni o'chirib turing. Bu daily high, daily candle high. Bu yoqda bizada CSD plus FFG bor. Shu narsa shunaqa bo'lishi ehtimoli bor. Agar kimdir bu narsalar bilan savdo qilsa, bemalol qo'shimcha sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Sal tushunarsizroq to'g'risi. H4 bilan H1 juda ham tushunarsizroq. O'shaning uchun ham aniq bir ideyam yo'q menda hozir. Aynan BTC ga. Lekin menimcha mana shu lowga yana bir marta retest qilish ehtimoli bor. Chunki juda ham chiroyli turibdi. Weekly candle ochsanglar ham juda ham agressiv tushish bo'lyapti-da hozir.
judayam agressiv tushib qolibdi, svip qilib ketib qolish ehtimoli ham bor. Qanaqadir o'zgarishlar bo'lsa, o'sha aytganimdek har bitta paraga reversal ko'rib qolsam yoki yana qo'shimcha qanaqadir informatsiya kelib qolsa, Telegram kanalda berib o'tib ketaman. Sizlarga foydasi tegayotgan bo'lsa xursandman. Rahmat, charchamanglar. E'tiboringiz uchun yana bir bor rahmat. Hammaga omad, hammaga tibbiy hafta bo'lsin.